Assalomu alaykum azizlar. Mana yana bir ishimizni o'zida ketmoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin bu yerda shapkalar mana oqmoq rangda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Mana chashsiz sonulari ham qo'yib berilgan. Eslatib o'taman azizlar. Joyning kvadratdan tunkaning kvadrat ko'proq ketadi, chunki tunkaning bukilishi va muzqatilishi ham bor. Buni ham inobatga olib qo'yamiz. Chashsiz sonularimizning metri 70 ming so'mdan bo'lmoqda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishi mumkin. Mana azizlar, dorixonalarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerga brusasani kosmosimizdan qo'yib berganmiz. Dorixonalarimiz hovuz fasonda bo'lgan va pianinali bo'lgan, o'rtalariga yulduzchalar yopishtirilgan. Mana kosmoslarimizni ko'rishingiz mumkin, juda ham go'zal holatda. Mana ichkari shapkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ichkari shapkalari ham oq va mo'k rangda xuddi shu fasonda bo'lgan va ichkari shapkalarimizga ham chashsiz tanularimizdan qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Eslatib o'taman azizlar, hozircha xizmatimiz vodiy bo'ylab davom etmoqda. Agarda vodiydan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying.